xonim saydan issiq qonni sochniy xonim zakaz qildik. Hozir mazza qilib yeymiz. Issiq. Mama yasabelayım. Sochniy bilan. Mazza. Qizlar. Shunaqa mazza. Videoni shu joygacha ko'rdingizmi? Demak, sizni aniq qorningiz ochgan. Rostdan qorningiz ochgan. Agarda siz ham menga o'xshab mazza qilib xonimlarga to'ymoqchi bo'lsangiz, siz uchun aynan siz uchun mana shu sirkani qoldiraman. Xonimlar sifatiga ham, mazzasiga ham, umuman narxiga ham gapirish mumkin. Istalgan joyga, xohlagan vaqtda dasturga bor. Xullas, tavsiya qilaman, yeb ko'ringlar. Qaysi ovqat go'shtsiz mazali desanglar, imенно shu xonim sayi xonimlarni deyman. Shunaqa mazali, xamirlari yo'qa bo'lib, nachinkasi tushib ketadigan emas, non me'yorida. Ichlari ham to'la. Aytgancha o'yladi, domashniy xonimlar ham bor, lekin biz oilaviy shu bozor xonimlarini yaxshi ko'ramiz. O'shaning uchun ham ko'pgina qilib zakaz qildim. Menga yoqimli ishtaha, uni sizlarga ham tavsiya qilaman. Xonim sayni mazzali xonimlaridan yeymiz. Piyoz bilan. Ichiga mana shu qizil nachinkasini dobrotniy soladilar-da, prям qip-qizil keladi. Ko'p gapirib o'tirgim ham kelmayapti. Mana buni qaranglar. Mazza. Sindoshlar bilan Chorsuvda yerdi shunaqa xonim. Mazza. Issiqqina, svejiy xonim saydan xonimlarni yeb ko'rishga nima deysiz? Sizlar bilan degustatsiya qilamiz. O'sha nomer 1 xonim saylari bobom mana zakaz berdim. Men yaxshi ko'rgan qalampir, svejiy issiqqina piyozi, ikkita sous chiqadi. Xonchasiga yeng. Oha, kartoshkalik. Xamirlarni yuqoriga qaranglar. Ishtaha ochar. Sizlarni ishtahalarni ochib qo'ysam, xonim sayni atmitka qilib qoldirdim. Обязательно hoziroq dastavka xizmati 24 круглый sutка ishlaydi. Bemalol zakaz berib, sizlar yesanglar bo'ladi. Bismillah. Ichida piyoz yo'q. Piyoz yomon ko'radiganlarga ko'rishi mumkin. Xamir yuqa, umuman oshqozonlarga botmas ekan. Ishoninglar, zakaz beringlar, mazza qilasizlar. Baribir uylarga tayyorlab ko'rishinglar mumkin. Lekin xonim saydan xonimni zakaz qilib, unchalik mazza qila olmaysizlar. Uyda tayyorlaganinglar bilan buni gashib umuman boshqacha ekan. Ta'mi ham. Mana. Pasta atmitka qilib qoldirdim qizlar. Mana shunaqa xonimlarni yegilar kelib ketgan bo'lsa, xonim sayga murojaat qilasizlar. Endi menga yoqimli ishlardan xonim zakaz qildim. Shunaqa mazali, qo'llarim yuvilgan, bismillahir-rahmonir-rahim deb souslari, piyozlari bilan oldinglarda yeyman. Homiladorlar, meni kechiringlar, bismillahir-rahmonir-rahim. Qaranglar. Piyozlardan so'rasizlar. Bir dunyo etganman. Qornim och payti. O'zim yeb olmayman. O'zimga so'rayman olib ketadi. Mana souslarni qaranglar, qanaqa mazza. Oh. Mana qaranglar, qanaqa zo'r. Jon qilingan eng sevimli xonim. Shu qizigan qizlar qasd etadi. Aslan taqabilamiz. Qizlar mana bir xil gila bunaqa sousi bilan yemaydi-ku, mana sousi bilan. Atenda qilib qo'yaylik. Bitta paket turibdi. Aslan qilib yeymiz jon qilar. Bunaqa piyozlar bilan yomon ketadi, lekin sizlar menimcha bu xonim bilmaydigani bo'lmasa kerak. Piyozlar bilan ketadi.
shunaqa mazasi yo'q. Qizlar bir xilgina uyda qilib ko'rishadimi bunaqa bozor xonimnaqa. Bilmayman, uyda qilingani yoqmaydi menga. Necha yilga xonimchilar bular dastavka qilib shunaqa so'qib chiqaveradi. Mazasi вообще zo'r. Hammaga assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar, kuzmisizlar? Eng yaxshi ko'rgan ovqatimni zakaz qildim. Bugun ovqat qilmadik ujinga. Bilasizlarmi nima zakaz qilganimni? Xona kirishini qaranglar, issiqqina hozir chiqdi. Karim dorilari bilan. Ham sous ko'p bo'ladi, ko'ryapsizlarmi? Sochni qilib beradilar вообще. Отдельно bunaqa idishda sous ham berib yuboradilar. Ertasi kuni yesanglar ham ustiga shundan quyib bemalol yesanglar bo'ladi. Men hozir Damashni xonimdan ko'proq yegim kelyapti-da. Damashni xonimdan ham qo'shib zakaz